عربية لغتي وفصحى. السادس يعني والسادس المضاف يعني مضافم عامل hisoblanarkan omil qanday omil qiyosiy omil qiyosiy omil xo'p qiyosiy omil va lafziy talaffuz qilinadi va mudof omil hisoblanadi huwa kullu ismin va u deyapti har bir ismiki nima qilinadi boshqa ismga izofa qilingan har bir ism ya'ni nima degani fa innal avval yani buni tushuntirib oling kullu ismin udifa ila ismin axara deyapti shunday har qanday ismiki boshqa ismga izofa qilingan ya'ni ikkita ism bir biriga bog'lanar ekan demak ism plyus ism va birinchi ism deyapti yajurru sani va mana bu birinchi ismimiz mana bu ismimiz bizni mana bu ikkinchi ismimizni nima qilar ekan yajurru jar qilar ekan jar bo'lar ekan mana bu ikkinchi ismimiz i yoki in bo'ladi alif lam bo'lsa ho'p alif lomsiz bo'lsa in ya'ni asl alomatda aytyapmanda demak men bu yerga yozing demak ism plyus ism ikkita ismni bir biriga bog'lanishi deyapti va mana bu birinchi ismimiz ikkinchi ismni nima qilar ekan majrur deylik yaxshiroq bo'ladi majrur qilar ekan hop ikkinchi ismni jar qiladi hop yusammal jar mana bu jar qilgan ismimiz mana bu jar qilgan ismimiz nima deyilar ekan hop muzof deyilar ekan bu jar qilgan ismimiz demak yerga yozamiz muzof deyilar ekan hop val majrur va majrur esa nima deyilar ekan muzof ilayhi deyilar ekan muzof ilayhi deyilar ekan hop misol tariqasida aytyapti mana g'ulamu zaydin va xotamu fiddatin zaydning g'ulomi va kumush uzuk deyilyapti g'ulamu zaydin deganimizda mana bu muzofimiz mana birinchi ismimiz mana bu ikkinchi ismni nima qildi majrur qildi hop majrur qildi demak g'ulamuyimiz muzofimiz omil qanday omil qiyosiy omil qoidasi bor umumiy kulliy qoidasi bor hop va o'zidan keyingi ismni nima qilyapti mana zaydinni qilib mana majrur qilyapti xotamu bitta muzof bo'lyapti birinchi ismimiz ikkita ism bir biriga bog'lanyapti hop fiddo kumush bo'lyapti va bu nimiz nima bo'ldi muzof ilayhimiz majrur bo'ldi va shu o'rinda man sizlarga izofani ikki turini ham aytib o'tmoqchiman qo'shimcha ma'lumot sifatida to'g'ri judayam nima deydi darsimiz uzaydi ko'payib ketdi lekin asosiy bir narsani aytib o'tmoqchiman izofani turlarini ya'ni ikki xil izofa borligini aytib o'tmoqchiman va xotamu fiddottinni biroz sharhlamoqchiman inshaalloh hop ochib olaman izofani bo'linishini sxemasini hop sxemani ochib oldik izofani ikki navi ikki turi bor ekan ma'naviy izofamiz bor ekan va lafziy izofamiz bor ekan hop ha bu yerda bir narsani esimdan chiqaribman subhanalloh ya'ni muzof o'zidan keyingi ismni majrur qiladi dedik-ku, majrur qilishini sharti bor. Nima bo'lmasin? Tanvin bo'lmasin, tanvin bo'lmasin. Ya'ni muzofimiz tanvinli bo'lmasin va ikkilik va jam nunidan xoli bo'lsin. Ya'ni chunki nun bu nimani tanvinni evaziga turuvchi nun edi-ku. Shuning uchun demak muzofimiz, mudofimiz nima bo'lmasin ekan? Tanvinli bo'lmasin va nun ikkilik va jam nunidan xoli bo'lsin. Mana shu sharti uni. Shundan keyin u o'zini mudof ilayhisini nima qiladi? Majrur qiladi. Ya'ni g'ulamu zaydin deymiz. G'ulamun zaydin demaymiz. Bu xato bo'ladi. G'ulamu zaydin bo'ladi. Va zaydning ikki g'ulomi desak g'ulama zaydin deymiz. G'ulamani zaydin demaymiz. Yoki madrasaning ustozlari deydigan bo'lsak, mudarrisu bo'ladi. Madrasatin bo'ladi. Mudarrisuna madrasatin bo'lmaydi. Tushunarli? Hop, izofani demak ikki navi. Ma'naviy va lafziy izofamiz bor. Nima farqi bor ma'naviy izofa? Mana biz izofa deganda ikkita ismni bir-biriga bog'lanishni aytdik. Ikkita ism plyus nima? Ism. Mana shu ikki ismni bir-biriga bog'lanishi, ism plyus ism bir-biriga bog'lanishi nima deyiladi? Hop, izofa deyiladi ekan. Hop. Va ma'naviy izofada ikki ismni o'rtasini, ya'ni ikki ismni o'rtasi ma'naviy bog'lanadi. Ya'ni ikkita ismni o'rtasi ma'naviy bog'lanadi degani qanday bo'ladi? Uni ma'no bog'laydi-da, ma'no jihatdan bog'laydi. Misol aytsamki, g'ulamu zaydin deganda zaydning g'ulomi desam, ana shu yerda aslida g'ulamun li zaydin, ya'ni zaydga tegishli bo'lgan g'ulom degan ma'noni bildiradi-da. Mana shu ikki ismni bog'lanishi nima bo'lar ekan? Ma'naviy bo'lar ekan. Ikki ismni bir-biriga bog'lanishi ma'naviy bo'lar ekanda, uni
mana shu ma'naviy izofani shu ma'nosi deyapti, qarang mana jar lam ya'ni jar harfi ma'nosida bo'ladi. G'ulamu zaydin deganimizda ma'nani bog'layapti va bu g'ulamu zaydin izofamiz mana bu lam jar harfimizni nima ma'nosida bo'lar ekan. Ya'ni mana shu g'ulam nimaga tegishli? Zaydga tegishli. Zaydni g'ulomi, zaydni mulki degan ma'noda. Ikkinchi bog'lanishligi, ya'ni ma'naviy izofa ma'nani bog'laydi ma'no jihatda deyapmiz-ku. Min jar harfi ma'nosida. Xotamu hadidin deganimizda xotamun min hadidin. Ya'ni bu yerda tarjimasi temir nima? Uzuk. Temir uzuk. Nimada? Kitobimizda xotamu fiddotin deb keldi. Xotamu min fiddotinda aslida. Ya'ni nimada kumush uzuk deb keldi. Bu yerda hozir temir uzuk deyilyapti. Temir uzuk. Agar kumush uzuk deydigan bo'lsak, kumush uzuk deydigan bo'lsak, xotamu fiddotin bo'ladi. Aslida xotamun min fiddotin. Ya'ni mana bu yerda o'rkalasini o'rtasini bog'laydigan narsa ma'noda min jar harfi ma'nosida bo'ladi. Xotamu min fiddotin, ya'ni xotamu hadidin deganda xotamun min hadidin, ya'ni temirdan bo'lgan uzuk. Yoki uchinchisi fi jar harfi ma'nosida bog'lanadi. Masalan, makrul layl ikkalasi ham ism. Hop, makru nimada? Fil layl, ya'ni kechaning makri deganda makrun fil layl ma'nosida. Bittagi bog'lanishlik ma'nan bog'lanyapti va fi jar harfi ma'nosida nima qilinyapti? Bog'lanyapti. Hop, demak bu ma'naviy izofa deganimizda ikkita ismni bog'lanishi nima ekan? Ma'naviy bog'lanar ekan. Bu ma'naviy bog'lanishlik lam jar harfi ma'nosida bo'lishi mumkin ekan, yoki mi jar harfi ma'nosida bo'lishi mumkin ekan, yoki fi jar harfi ma'nosida bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, bu yerda bir savol keladi. Yaqinda bir savol berishdi menga, shuni bir talaba so'radi. Xotamu fiddotin deganimizda kumush uzuk deyapmiz. Bu yerda dedilar mana kumush uzuk deganmiz. Bu yerda kumush uzuk deganimizda maxsus sifat bo'lib qolmayaptimi? Kumush uzuk. Qanday uzuk? Kumush uzuk deyilyapti-ku deb savol berdilar. Va buni javobi shu bo'ladiki, ya'ni kumush uzuk deganda bu yerda uzukni xotamu hadidin deganda bitta hadid deb kelyapti-da. Bitta kitobimizda xotamu fiddotin. Bittasini aytsam, ikkinchisiga tegishli, ikkalasi bir xil narsa, ya'ni. Mana buni aytaylik, kitobga tegishli, lekin hadidni o'rniga qo'ysangiz ayni shu ma'no, ya'ni. Xo'p. Javob qanday bo'ladi? Bu yerda xotamu fiddotin deganda kumush uzuk deyapmiz, to'g'ri. Maxsus sifat bo'lib qolyapti desangiz, sizni o'zbek tilingizda to'g'ridir, maxsus sifat bo'lib qoladi-da, lekin asl ma'noda bu yerda kumushdan yasalgan uzuk. Ya'ni bu yerdagi xotamun min hadidin, ya'ni xotamun min fiddotin deganda kumushdan bo'lgan, ya'ni kumushdan yasalgan. Bu yerdagi min o'sha taqdirda bo'lgan min nimani tabiinni ifoda qiladi, ya'ni tabiinul jinsni ifoda qiladigan minda, ya'ni kumushni jinsidan o'sha uzuk kumushni jinsidan bo'lgan, kumushdan yasalgan uzuk yoki temirdan yasalgan uzuk deyilyapti. Tarjima qilayotganimizda o'zbek tiliga maxsus sifatga o'xshab tarjima qilinaveradi, lekin asli qaralganda bu yerda muzof ilayhi bo'ladi. Endi siz kumush uzuk deyapsiz-da, nima uchun bu yerdan qayerdan bilamiz biz kumush uzukni xotamu fiddotin deb berishdi, maxsus sifat qilib qo'yishimiz mumkin desangiz, shuni aytamizki, agar siz kumush uzukni arabiy tilda maxsus sifat qilib beradigan bo'lsangiz, unda siz quyidagi narsani amalga oshirishingiz kerak. Nimani amalga oshirishingiz kerak? Fiddo degani bu deymiz, fiddotun degani bu kumush degani. Kumush bu metallda, metal. Hadid kalimasi ham bu temir degani. Bu temir ko'rgansizlar, bu ham metal hisoblanadi, to'g'rimi? Bir qanaqadir bir narsa-da, metal, ya'ni bir narsa yasaladi undan. Temirdan har xil narsa yasaladi. Metal, fiddo kumushdan ham har xil narsa yasaladi. Kumush yasaladi, sirg'a yasaladi, boshqa narsa. Ya'ni bu fiddo bitta hozir ism bo'lyapti. Xo'p, ism bo'lyapti. Endi mana shu siz ismni agar maxsus sifat qilib beradigan bo'lsangiz, kumush uzuk deganimda men kumush uzuk deb aytayapman-ku, demak buni men sifat qilar ekanman-da, maxsus sifat qilaman ekanda deydigan bo'lsangiz, men qayerdan bilaman deydigan bo'lsangiz, agar siz buni sifat qilib beradigan bo'lsangiz, qanday qilasiz? Bilasizmi? Xotamun deysiz. Fiddiyun deysiz. Nimaga bunday deysiz? Chunki mana bu mavsuf bo'ladi, bu sifa bo'ladi. Va sifat bo'lish uchun mana bu ismimiz sifat bo'lishi kerak-da. Yuqorida aytdik-ku, ya'ni sifatlar dedim.
ismdan yasaladi va nima dedim? Fe'ldan yasaladi dedim, to'g'rimi? Sifatlar ismdan yasalganida yun qo'shimchasi qo'shiladi. Yun qo'shimchasi qo'shiladi. Buni sarfda o'tgansiz. Sifatimiz fe'ldan yasalganda ismi fa'il bo'ladi. Boribunga o'xshab, masalan, ar-rojulun boribun, uruvchi erkak yoki urilgan erkak. Rojulun madrubun, urilgan erkak yoki rojulun hasanun, hasanun sifat mushabbaha, chiroyli kishi. Bular hammasi sifa. Xo'p, sifa. Ammo fe'ldan yasalgan sifada bular. Hasanuna fe'ldan yasalgan sifa. Siz ismdan sifat yasaydigan bo'lsangiz, siz unga mana bu nimani sufiks deydimi o'zbek tilida? Mana shu narsani qo'shimchani qo'shishingiz kerak. Siz kumush uzik deb arab tilida beradigan bo'lsangiz, xotamun fiddiyun deb berishingiz kerak. Mana shu. Endi farqi nimada? Xotamu fiddotin bilan xotamun fiddiyunda nima farqi bor? Buni farqi shuki, bunday qilaylik. Bunday qilamiz. Agar siz buni farqini qilayotgan bo'lsangiz, xotamun fiddiyun deydigan bo'lsangiz, mana bu uzukda, mana bu uzik, kumush uzik deyapsiz. Bu kumush uzigingiz, kumush uzik deb aytayotgan bo'lasiz. Xotamun fiddiyun desangiz, kumush uzik deyotgan bo'lasiz. Va bu uzigingiz o'zi temir bo'lib turib, metal bo'lib turib, anaqa temir demay, kumushda hozir biroz bilib ketaman. Bir metalda qanaqadir metal bo'lib turib, kumush suvi yurg'izilgan bo'lishi mumkin. Tushunarlikmi? O'zi bijuteriyada, ammo unga kumush rangi yurg'izilgan, kumush suvi yurg'izilgan bo'lishi mumkin. Kumush uzik degansiz. Agar siz xotamu fiddoti deydigan bo'lsangiz, unda sizga nima, kumush suvi yurg'izilmagan, balki asli metali, asli uni kumushligini ifoda qilayotgan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Endi siz demak, kumush uzik deydigan bo'lsangiz, xulosa ikki xil aytishingiz mumkin ekan. Xotamun fiddiyun deb berishingiz mumkin ekan yoki xotamun fiddotin deb izofa qilib berishingiz mumkin ekan. Va agar chuqur tushuniladigan bo'lsa, asli 100% kumush bo'lsa, uni shu narsa kumushdan yasalgan bo'lsa, izofa shaklda berar ekansiz. Va u narsadan kumushdan qaysidir ozgina qismi bor bo'lsa, kumush suvda yurg'izilgan, kumush rangida bo'ladigan bo'lsa, unda mana bunday shaklda berar ekansiz. Va hozir aytib o'tgandek, mana xotamu fiddotin bo'lsin, xotamu hadidin bo'lsin, bu yerda izofa shaklda berayotganingizda uni maxsus sifatga o'xshab o'zbek tilida tarjima qilinaverasizda, lekin aslida o'sha narsadan xotam, ya'ni uzuk, ya'ni muzof ilayhidan yasalganligini bildirayotgan bo'ladi. Tushunarlikmi? Masalan, paxtali ko'ylak desam, qarang, paxtali ko'ylak desam, sizni xayolingizga uje maxsus sifat keladi, to'g'rimi? Qomisun nima deysiz? Qutniyun deysiz. Qutun degani paxta degani. Qutun degani paxta degani. Xo'p, siz nima deysiz? Qomisun qutniyun deysiz-da, yeni qo'shasiz. Maxsus sifat berasiz. Agar paxtali ko'ylak deyapman, ikki xil berishingiz mumkin. Qomisun qutniyun deb berishingiz mumkin yoki qomisu qutnin deb berishingiz mumkin. Agar qomisu qutnin desangiz, ana shu ko'ylak 100% paxtadan tikilgani, ya'ni o'sha materialni 100% paxtadan ekanligini nima qilishingiz mumkin, bilishingiz mumkin. Bu nozik bir ta'rif. Ya'ni masalan, keyinchalik mana bu min ma'nosidagi izofatga muzof maxsus sifatga o'xshab qolyapti-yu deydigan bo'lsak, ha, o'zbek tilida maxsus sifatga o'xshab qoladi, lekin arab tilida u maxsus sifat qilib tarkib qilayotganingizda, maxsus sifat qilib chevirayotganingizda, arabiyga chevirayotganingizda siz uni maxsus sifat qilib agar qilayotganingizda bo'lsa, ye qo'shib qo'yasiz. Masalan, temir uzuk deyapsiz-a, xotamu hadidin bo'ladi. Agar siz uni xotamun maxsus sifat qilib beramanman deydigan bo'lsangiz, xotamun hadidiyun deb turib oxiriga ye qilib berishingiz kerak bo'ladi. Chunki ismdan sifat yasalayotganda ye sufiksi nima qilinadi, qo'shiladi. Xo'p, mana shu nozik bir nuqta edi desak ham bo'ladi inshaalloh. Va bu o'rinda aytib o'taylikki, mana shu yerda agar mana shu yerda muzof ilayhimiz ma'rifa bo'lsa, deyapti. Mana bu muzof ilayhimiz ma'rifa bo'lsa, izofa nima hisoblanadi? Ma'rifa hisoblanadi. Agar muzof ilayhi nakira bo'lsa, bu taxsisda ifoda qilinadi. Mana bu g'ulamu zaydin deganda zaydni g'ulomi, ma'rifa, g'ulom kimniki ekanligi ma'lum bo'lib turibdi. G'ulamu imroatin deganimizda, g'ulamu imroatin deganimizda ayolning g'ulomi deyapmiz. Qaysidir bir ayol, lekin nimadan, umumdan xoslikda ifoda qilinyapti-da. Bir ayolning g'ulomi deyilyapti. Tushunarlikmi? Mana bu izofamiz nakira bo'lsa, nima bo'lar ekan? Muzof ilayhi nakira bo'lsa, izofa nakira bo'ladi va bu taxsisda ifoda qiladi. Ana shu bir ayolning quli ekanligiga dalolat qiladi. Xo'p, endi lafziy izofamizni ikkinchi navi bu yerda nima bo'ladi? Lafziy izofa deyapmiz. O'zi lafzdan, ya'ni ikki ism o'rtasini lafzdan bog'laydigan
izofaga aytilinadi. Ya'ni buni shundayki, mana bu ism yozamiz. Ism plus ism, ism plus ism. Ikkita ismni bir-biriga bog'lashlik faqatgina bu yerga yozamiz, lafzan bo'ladi. Nimadan bo'lar ekan? Lafzan bo'ladi. Bir-biriga bog'lanishlik faqat lafzan bo'ladi. Lafzan deyilishligi, ya'ni tanvini tushiriladi, nima qilinadi? So'z osonlashadi. Masalan, doribun zaydun degandan ko'ra doribu zaydin degan osonroq, tilga yengilroq. Arablarda tilga yengillatishlik, ya'ni ko'p kalomlar tilga og'ir bo'lsa yengillatib ketiladi-da. Ya'ni ularda tilga og'ir bo'lgan narsani nima qilishadi? Olishmaydi. Balki tilga olishadi, lekin tilga yengil bo'lgan narsani ko'proq gapirishadi. Va lafziy omillar, demak, nima uchun lafziy izofa degan? Lafziy izofa nima uchun lafziy ekan? Ikkita ismni lafzan bog'laydi, talaffuzda deyapmiz. Lafzan bu nima? Lafzan bog'lanadi va bu lafzdan bog'lanishligi mana bu narsani tanvini doribun zaydan edi. Ya'ni mana bu tanvin nima qilinishi tushirib turib izofa shakliga kelgan holati nima bo'ladi? Tilga yengil hisoblanadi. Hozir biroz oldin aytgandek, demak, tanvinni tushirishi so'zga osonlashligi bu nima hisoblanadi? Lafzan yengillashtirilishlik hisoblanadi. Va lafziy izofa deyiladi. Va lafziy izofalarda qoidasi shuki, mana shu ikkita ismimiz deyapmiz-ku, ikkita ismimiz bir-biriga bog'lanyapti, to'g'rimi? Va mana bu birinchi ismimiz, bu ikkinchi ismimiz. Lafziy izofani shuki, nimasi? Ya'ni bir naqasdan sharti deymizmi, bir nimasi shuki, ya'ni mana shu muzofimiz sifat bo'lishi kerak. Nima degani sifat? Ya'ni muzof sifat bo'lishi degani, mana shu muzofimiz yoki ismi foil bilan bo'lishi kerak, yoki ismi maf'ul bo'lishi kerak, yoki nima? Sifa mushabbaha bo'lishi kerak. Demak, muzofimiz, ya'ni lafziy izofalarda mana bu muzofimiz nima bo'lar ekan? Ismi foil bo'lar ekan, mana ismi foil bo'lar ekan, yoki bu muzofimiz ismi maf'ul bo'lar ekan, yoki bu mana shu muzofimiz sifa mushabbaha bo'lar ekan. Bu yerda ham mana strelka qo'yib aytilyaptiki, muzof sifat bo'ladi. Ya'ni lafziy izofada muzofimiz sifat bo'lar ekan va muzof ilayhi esa mana shu muzofga nima qilinadi? Muzofni ma'muli bo'lar ekan. Muzofni ma'muli bo'ladi. Va buni deyapti 3 xil ko'rinishi bor. Mana shu muzofimiz, mana birinchi ismimizni sifa bo'lib kelishini 3 xil ko'rinishi bor ekan. Yoki o'sha muzofimiz ismi foil bo'lar ekan, yoki o'sha muzofimiz ismi maf'ul bo'lar ekan, yoki muzofimiz sifa mushabbaha bo'lar ekan va mana 3 xil ko'rinishini beryapti. Va nima deyildi? Nimasi? Muzof ilayhisi uni ma'muli bo'la olsin deyilyapti. Ma'muli bo'la olsin degani, normalda haza doribun Zaydan edi. Bu Zaydni, ya'ni Zaydni mana bu yerda. Bu Zaydni uruvchidir. Demak, haza bizda mubtado edi, bu xabar edi, to'g'rimi? Va bu ismi foil bo'lgani uchun fe'lini, amalini qildi. Zaydan esa doribunni maf'ulun nimasi? Bihisi. Tushunarlikmi? Maf'ulun bihisi. Demak, ismi foil bo'lyapti va nima qilyapti? Zaydan doribunga ma'mul bo'la oldi. Endi mana shu doribun Zaydanni bizi nima qilyapmiz? Izofa shaklida ko'rinishini beryapmiz-da. Mana bu tanvindan yengillashtiryapmiz. Tanvindan yengillashtirishimiz lafzan bo'lyapti, talaffuzan bo'lyapti. Doribu zaydin deb turib lafzan yengillashtiryapmiz. Bu Zaydni nimasi? Uruvchisidir bo'lyapti. Xo'p, haza mashruhu darsi deyapti. Ya'ni bu darsni nima? Bu dars sharhlangandir, bu darsning sharhidir, ya'ni sharhlanganidir deganda aslida bu nima bo'lgan? Haza mashruhun ad-darsa bo'lgan. Yuqorida o'tdik-ku, ya'ni ismi maf'ul fe'lini amalni qiladi, to'g'rimi? Bu yerda darsan mashruhni nimasi? Maf'ulun bihisi. Ya'ni bu darsni sharh qilingani, ya'ni bu darsni sharh qilinganidir deyilyapti. Bu yerdagi darsda mashruhni nimasi? Ma'muli. Bizi lafzan tilga yengil qilib, buni izofa qilib ko'rsak bo'lar ekan. Demak, mashruhid darsi desak bo'lar ekan. Demak, mana bu lafzan izofa bo'lish uchun nima dedik? Muzof dedik, sifa bo'lish kerak. Sifa degani, ya'ni shibh fe'lda, shibh fe'l bo'lishi mumkin ekan, bo'lishi kerak ekan va uni muzof ilayhisi ma'mul bo'la olsin. Qarang, mashruhun ad-darsa desam bo'ladi va buni maf'ulun bihisi normalda, lekin tilga yengillatish uchun qaytarib aytyapman. Tanvindan tushirilishligi bu lafzan yengillashtirilyapti. Ikkita ism bir-biriga bog'lanyapti. Mana ikki ismni boshida aytganda masalan sizga tushunarsiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi mana siz tushunayotgan bo'lishingiz mumkin. Demak, mana bu ikkita ismimiz bir-biriga bog'landi-da, ikki ismimiz bir-biriga bog'landi-da. Bu yerda mana bog'lanmagan edi, Zaydni uruvchi edi. Mana bu yerda Zaydni uruvchi. Endi bitta Zaydning uruvchisi deyapman-a.
bu yerda ana bu uruvchi zaydga tegishliligini nima qildi bildirdi va bog'lanishlik lafzan bo'ldi. Mana bu yerda tanvin yechilib, chunki muzofda tanvin yechiladi-ku shartidan biri. Lafzan nima qilindi? Bog'landi. Xo'p, ma'noda emas. Ya'ni buni ichida mana bunaqa ma'nolar bo'lmaydi. Tushunarlikmi? Agar qaytarib aytyapman, mana bu narsa buni ma'muli bo'la olsa. Nimaga buni aytyapman? Chunki qayta aytyapman. Chunki bitta misol berayda. Bunda lafziy izofa emas mana bu narsa. Misol tariqasida katibu, qarang. Katibu, hop, katibu shart topilyapti. Hozir bir ism qo'shaman. Katibu al-qodi deyapman. Qarang. Katibul qodi. Lekin buni men lafziy izofa demayman. Nimaga demayman? Hop, bunday olib qaraganingizda shart topilyapti. Lafziy izofada nima dedik? Muzof dedik, sifat bo'lsin dedik. Sifat degani, ya'ni sifat degani shubuh fe'limiz, ya'ni sifatlarimiz ismi foil, ismi maf'ul, sifat mushabbaha. Hop, katibu sifat. Chunki ismi foil, mana ismi foil bo'lyapti muzofimiz. Va tanvin tushirilyapti. Tamom, ikkitasi bir-biriga bog'lanyapti. Nimaga lafziy emas bu desangiz, bu lafziy emas. Hozir aytdik-ku, nimaga? Chunki bunda ikkinchi shart topilmayapti. Mana bu hozir aytdim, mana bu zayd dedim, mana bu muzof dedim, ma'muli bo'lish kerak. Mana zaydan bo'lib ma'mul bo'lyapti-da. Dori ismi foil fe'lini amalni qilyapti. Mana bunday ko'rinishi, o'zini asl ko'rinishi bu edi. Biz yengillatib mana bunday qildik. Lekin katibul qodida unday qila olmaysiz. Agar shunday qilsangiz, qarang. Bu yerda hozir qozining yozuvchisi. Agar siz katibu al-qodiya deydigan bo'lsangiz, unda qozini o'zini yozayotgan inson bo'lib qoladi. Tushunarlikmi? Ya'ni mana bu qozi buni ma'muli bo'lmaydi. Agar siz katibul qodi desangiz, qozining yozuvchisi, o'sha yozuvchi qoziga tegishli. Agar katibun masalan ismi foil-ku, katibun al-qodiya deydigan bo'lsangiz, unda qozini yozuvchi, ya'ni qozini kimdir yozayotgan bo'ladi-da. Ana shuning uchun qaytarib aytyapman. Bunda nima deyildi? Zaydan kalimamiz mana buni doribunda omili bo'ldi-da. Lekin mana bunda esa nima bo'lmadi? Buni ma'muli bo'lmadi. Katibul qodida. Agarchi sifa bo'lsa ham qodida. Xo'p. Yana qaytarib aytyapman, chunki bu juda ham nozik nuqta. Bu yerda masalan doribun zaydan deganda zaydni urdi, qarang. Zaydni urdi. Xo'p, zaydni urdi. Demak, doribu zayd deganda zayd uruvchisi. Zaydni urdi kimdir yoki uradi yoki uryapti deydigan bo'lsam, doribu zaydin zaydni urdi demay, uradi deylik. Chunki biroz oldin nima dedim? Hozirda yoki kelajakda bildiradi. Zaydni uryapti yoki zaydni uradi. Demak, doribu zayd bo'lsa, zaydni uruvchi, to'g'rimi? Endi katibul qodi deganimizda qozining nimasi? Qozining, qaytarib aytaman, qozining yozuvchisi. Endi katibun, agar siz katibun al-qodi deydigan bo'lsangiz, unda qozini yozdi bo'ladi, qozini yozadi bo'lib qoladi. Qozini nima bo'ladi? Yozadi bo'ladi. Qarang, qozini yozadi yoki yozyapti bilan qozini yozuvchisi to'g'ri kelmaydi-da. Zaydni uruvchi va zaydni uruvchi, mana bu bilan buni nimasi bog'liqlik jihati bor. Lekin qozini yozuvchisi deganimizda qoziga tegishli u yozuvchi. Lekin qozini yozdi deganimizda nima? Ya'ni sudni yozdi bo'lib qoladi-da. Unda u mana bu yerda bu ma'mul emas buni. Tushunarlikmi? Mana shunaqa nozik nuqtalar bor. Xo'p, inshaalloh, demak, lafziy izofada nimaga e'tibor qilishimiz kerak ekan? Lafziy izofa bo'lsin, ma'naviy izofa bo'lsin, o'zini muzof ilayhisini nima qilar ekan? Majrur qilar ekan va shartlardan shu ekanki, ya'ni muzofimiz ma'naviy omil bo'lsa, aldan xoli bo'lsin va tanvindan xoli bo'lsin va musanna va jam muzakkar nunlardan xoli bo'lsin. Buni misolini aytdik. Demak, nimada? Ma'naviy izofada muzofga nima bo'lmas ekan? Al kirmas ekan va oxiri tanvin bilan tugamas ekan va nun, jam nuni va ikkilik nuni bo'lmas ekan. Va muzof ilayhimiz doim nima bo'lar ekan? Majrur bo'lar ekan. Va muzof ilayhimiz nakira bo'lsa xosga ifoda qilar ekan izofamiz. Agar ma'rifa bo'ladigan bo'lsa, izofamiz o'zi ma'rifa hisoblanar ekan. Hop, endi lafziy izofada bo'lsa, bu faqat tilga yengillatishlik uchun ishlatilar ekan. Hop, u ham xuddi shunday, ya'ni muzof ilayhisini majrur qiladi. Buni sharti nima? Endi buni sharti shuki, qarang, ma'naviy izofada ali bo'lmasin muzofda dedik. Lekin lafziy izofada esa unday emas. Lafziy izofada
mana bu nima al bo'lsa ham bo'laveradi. Al ya'ni muzofimizga al qo'shilsa ham bo'laveradi. U nimada ma'naviy izofada muzofga al bo'lmasin deyilardi, lekin lafziy izofada muzofda al kelishi mumkin. Ya'ni bu yerga yozaylik. Misol tariqasida ad-doribu zaydin deb aytishimiz mumkin. Ya'ni zaydni uruvchisi. Ya'ni bu yerdagi ad-doribu zaydin deganimizda bu yerdagi alimiz allazi ma'nosida. Allazi daraba zayd, ya'ni zaydni uruvchi, zaydni urgan odam. Xo'p, va lafziy izofamizda demak muzofida al bo'lmasin degan shart yo'q. Faqat tanvindan xoli bo'lsin, musanna ya'ni musanna nunidan xoli bo'lsin, tanvindan xoli bo'lsin. Xohlasa al olsin, xohlasa olmasin. Uni farqi yo'q muzofida. Qarang, ad-doribu zaydin deyishimiz mumkin. Xo'p, farqi shu. Demak, bizda muzofimizni omil dedik. Omilimiz qiyosiy omil, ya'ni u qoidasi bor. Har qanday ismga ikkita ismni biz bog'laganimizda muzof va muzof ilayhi birinchi ismimiz muzof bo'ladi dedik, ikkinchi ismimiz muzof ilayhi bo'ladi dedik va muzof o'zidan keyingi ismini nima qiladi? Majrur qiladi deb aytdik va izofamiz ikki turli ekanligini bildirdik. Ikki turli bo'lgan taqdirda ham muzof o'zidan keyingi ismni nima qiladi? Majrur qiladi. Ikki navi bo'lsa ham. Hop, keyingi nimamiz as-sabi'u, yettinchimiz al-ismu tam keladi, ya'ni tom ism. O'qiymiz. Demak, yettinchisi was-sabi'u al-ismu tam, demak tom ism. Nahu indi raqudun xollan. Hop, menda bir ko'za nima bor? Sirka bor deyapti. Va manawani samnan va bir nima? Bir man, yo'q, manawan, man bitta o'lchov birligi, manawan bo'lib 2 man. 2 man samnan yog' bor va qafizani burron va 2 bug'doy, 2 qop bug'doy bor, 2 qop bug'doy bor, 20 dirham, 20 dirham bor va to'la asal bor va shunga o'xshagan nima bor? Uning mislidek kishi e'tiborda, ya'ni kishi bor deb aytilyapti. Xo'p, bu yerda indi roqudan xollan deb aytilyapti. Demak, ismu tam. O'zi ismu tam deb nimaga aytiladi? Ismu tam shunday ismki, ya'ni boshqa ismga u shunday ismki, uni boshqa bir ismga qo'shish mumkin emas. Demak, ism tom ism shunday bir ismki, uni boshqa ismga qo'sha olmaysiz. Hop. O'zi tom u ism. Tushunarlikmi? Ism tom bo'ladi. Qachon tom bo'ladi? Endi buni ham bir sxemasini ko'rsatib o'tay. Demak, mana sxemani ko'rsatib olsam, yana ham tushunarli bo'ladi. Tom ism, ya'ni uni boshqa ismga qo'shish mumkin emas. Bu ismlar o'zi tom ism. Uni boshqa ismga qo'shish mumkin emas deganda, hozir ko'rdikku, izofada ikkita ism bir-biriga qo'shilishini. Bu ismni qo'sha olmaysiz. Sababi o'zi tom bu ism. Ya'ni bu ism muzof bo'la olmaydi. Qisqasini aytsam, chunki boshqasiga qo'shish mumkin emas deyapman. Ya'ni mana shu Tashilul Amani nimada, Sharh Jurjaniyda mana shunday ta'rif berganlar. Hop, nima degani bu? Ism o'zi tom deyapmiz. 5 ta narsa bilan ism tom bo'ladi. Ya'ni o'zi bilan to'liq u ism. Masalan, haza deganimizda, ya'ni ismi ishoralar, haza deganimizda o'zi bu ismi ishora tom. Ya'ni o'zi bilan tom. Huva deganimizda o'zi bu ism ishora hu desak masalanda, o'zi bu ism ishoralar nima zamir bo'lsin, ism ishora bo'lsin, tom bo'ladi. Ya'ni bu yana ham tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, bu ismlarni men qo'sha olmayman. Qanday qo'sha olmayman? Men bularni muzof qila olmayman. Tushunarlikmi? Ya'ni buni masalan, mana bu ismni muzof qila olmayman. Muzof ilayhi qilishim mumkin, lekin muzof qila olmayman. Zotan huvani muzof qilmayman-da, mana bu huni muzof ilayhi qilishim mumkin. Lekin muzof qila olmayman. O'zi bu tom. Ya'ni ism tom ism deganda qaytarib aytyapman, shunday holatda bo'lishiki, ismni boshqa ismga qo'shish mumkin bo'lmagan ism. O'zi u tom bo'lgan ism. Yoki ism tanvin bilan tom bo'ladi. Misol tariqasida aytsam, masalan, tolibun desam. Tolibun. Voy. Ikkiroqqa yozay, masalan. Hop. Bu ism tanvin bilan уже tom bo'ldi. Bir talaba. Tolibunni men muzof qila olmayman. Nimaga? Chunki tanvini bor. Men buni muzof qilishim uchun tanvinini yechishim kerak-da. Undan keyin uni muzof qila olaman. Tushunarlikmi? Masalan, madrasaning talabasi desam, tanvinini yechishim kerak. Tanvin bilan men muzof qila olmayman, bog'la olmayman. Demak, mana bu tanvini bilan men muzof qila olmayman-da. Tanvin bilan bu ism tom bo'ldi. Tushunarlikmi? Yoki ikkilik nuni, Tolibani desam. Hop, Tolibani. Men buni muzof qila olmayman. Nimaga muzof qila olmayman? Chunki buni nuni
buni nuni bilan tolibani bo'lib tom. Agar men buni muzof qiladigan bo'lsam, uni nunini yechishim kerak. Uni nunini yechsamgina u o'zidan keyingi bir ismga muhtoj bo'lib qoladi-da, muzof ilayhini tortib keladi. Talaba madrasaning 2 talabasi ham tolibal madrasati bo'ladi. Alifini cho'zibroq aytyapman. Shu nuni tushgan bilinsin deb. Lekin nuni bo'lsa, bu ism o'zi tom ekanligini ifoda qiladi. Ya'ni, xo'p, endi ism jam nuni bilan tom. Masalan, mudarrisuna deganimda uni bir boshqa ism bilan men bog'lay olmayman. Boshqa ism bilan bog'lay olmayman. Agar bog'lasam nunda yetishimga to'g'ri keladi mana bu nunda. Nunda yetganimdan keyin unda ism tom bo'lmay qoladi. Demak, bu o'zi nuni bilan tom ekan. Tushunarlikmi? Keyingisi izofa qilingan bo'lsa ism tom bo'ladi. Nima degani bu izofa qilingan bo'lsa ism tom bo'ladi? Misol tariqasida aytaman. Xo'p. Bu yerdagi hozir misollarga qaramayapman, keyin tushuntiraman. Xo'p, inshaalloh oldin tom ism deganda nimani tushunishimizni tushuntiryapman. Inshaalloh keyin misollarga qaytamiz. Oldin oddiy bir misollar bilan berib o'tyapman. Xo'p. 5-inchisi ism, ya'ni izofa qilinganda u tom ism hisoblanadi. Misol tariqasida hop ustozning kitobning g'ilofi desam masalan. Kitobning masalan deylik, yozib olaylik o'zbekchasini. Kitobning g'ilofi. Nima bo'ladi? G'ilafu al-kitabi bo'ladi. Kitabi. Hop, endi bu yerda kitabu g'ilafi, kitabul g'ilafi beryapti. Xo'p. Bu yerda bu aytilyapti-ku, mana izofa qilingan bo'lsa deyapti, tom bo'ladi deyilyapti. Va arabiysida ham mana shu holati berilgan. Hozir xohlasanglar bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana kattalashtiradigan bo'lsam, arabiysini bergan mana shu kitobimizda. Mana esa o'zbekchasini bu yerga yozib qo'yganman. Mana. Demak, 5 ta narsa bilan tom bo'ladi. Ya'ni binafsihi o'zi bilan tom bo'ladi. Ya'ni ism ishora va domirul mubhamlar kiradi bu yerga deyilyapti. Va tanvin bilan tom bo'ladi va bu tanvinimiz ham bu narsani aytishimdan chiqdi. Tanvin lafsiy bo'lsin yoki taqdiriy bo'lsin deb keladi. O'zbekchasida yozganmidim? Lafsiy bo'lsin, taqdiriy bo'lsin. Bu yerga yozilgan ekan. Men qaramay ketdim. Hop. Tolibunni keltirdim, lekin tanvin lafzan o'sha ismimiz tanvin bilan tom bo'ladi, lafzan tom bo'ladi yoki tanvinimiz taqdiran bo'lishi ham mumkin. Qachon taqdiran bo'ladi? Qachonki g'oyrimunsarif bo'lsa. Chunki ismni alomatlaridan biriki, Tuhfat Sanida keladi, ya'ni boshqa kitoblarimizda keladi, Qotrun Nadida ham keladi. Ismni alomatlaridan shuki, uni oxiri tanvin bo'lishligi, to'g'rimi? Tanvin bilan tugashi. Xo'p. Va g'oyrimunsarif ismlarimizchi, ular tanvin bo'lmaydi-ku, chunki u sarflanmaydi-da. Xo'p. Bu lekin olib qaralganda uni nima tanvini taqdiran bo'ladi. Ana shuning uchun bu yerda ham mana arabiysida ham aytayapti. Bu yerda misolda beryapti. Nima? Masaqil deb beryapti. Masaqilu deb beryapti. Va tanvin deyapti. Bu yerda taqdiran bor. G'oyrimunsarifda nima qilib bergan? Misolini bergan bu yerda. Misol tariqasida tolibun bitta tanvin lafzan bo'lyapti. Chunki men talaffuz qilyapman. Tolibun deb talaffuz qilyapman. Taqdiran misol tariqasida aytadigan bo'lsam, hop, qaysi misolni bersam, atshanu deydigan bo'lsam, atshanu chanqagan, ana shu yerda nima bo'ldi? Ism tom bo'lyapti, lekin uni tanvin bilan tugamayapti-yu desangiz, u taqdiran bo'lyapti uni nimasi, tanvini. Demak, ismlarimiz o'zi tom bo'lar ekan, yoki tanvin bilan tom bo'lar ekan, yoki nun bilan, yoki ikkilik nuni bilan, yoki jam nuni bilan tom bo'lar ekan, yoki izofa bilan tom bo'lar ekan. Ya'ni bular qisqa qilib aytganda muzof bo'la olmaydi. Agar bular muzof qila oladigan bo'lsak, tanvinini yechishimiz kerak, nunini olib tashlashimiz kerak, shunday bo'lishi kerak. Mana bularda uchalasida. Mana bunda, mana bunda. Lekin bunda bo'lmaydi, hech bo'lmaydi. Buni tanvinini yechishimiz kerak. Tanvinini yechmasak qila olmaymiz va bu yerda hozir tom o'zi hech bir unga qo'shilishga bir narsaga muhtoj emas bu. Xo'p, endi mana budachi, bunda biroz tushuntirish beraman. Mana kitobning g'ilofi deyilyapti. Bu o'zi tom bo'ldi. Kitobning g'ilofi bo'lib tom bo'ldi. Bunga yana g'ilof so'zini muzof qiladigan bo'lsam, mana muzof bo'ladigan bo'lsa men bu muzofni mana bu ismni bog'lab bo'ldim bunga, muzof ilayhiga bog'lab bo'ldim, muzof ilayhi qilib bog'lab bo'ldim. Lekin mana bu muzofni yana bir marta bog'lashga haqqim yo'q arab tilida. Tushunarlikmi? Yana bir marta bog'lashga haqqim yo'q. Ya'ni izofa zanjiriyachi bo'lmasa degan savol bo'lishi mumkin. Hozir undan oldin biroz misolim keluvdi, ya'ni ustozning kitobning g'ilofi degan narsa keluvdi-da, keyin birinchi kitobning g'ilofi deb yozib olay dedim. Endi qarang, izofa shaklida bersam, g'ilafu, agar izofa zanjiriya qilib beringchi, unda bog'lanyapti-ku, desangiz, hop, shuni isbotlab bering. Kitabu
g'ilafu degani g'ilafu kitabi ustozning deydigan bo'lsangiz al mudarrisi. Ha, mana izofa zanjiriga bog'lanyapti g'ilofga deydigan bo'lsangiz, bu yerda mana bu kitob ismi g'ilofga bog'lanyapti, muzof ilayhi bo'lyapti. Lekin mudarris g'ilofga muzof ilayhi bo'lmayapti. Tushunarlikmi? Mudarrisni g'ilofi bo'lmayapti, kitobda g'ilofi bo'lyapti. Ya'ni arab tilida izofa qilayotganingizda, ikkitasini bir-biriga qo'shayotganingizda, mana shu muzofimiz bitta ismga bog'lanadi xolos. Mana bu ismga bog'lanmaydi. Bu ismga bu ism bog'lanadi. Tushunarlikmi? Shuning uchun mana bu ismga bu ism bog'langani uchun mana bu ismda ham alif lomni olib tashlayapman. Ma'naviy izofa bo'lyapti-da. Alif lomni olib tashlayapman. Va uni majrur qilishim sababi nima? Chunki mana bu muzof. Endi 5 ta narsa bilan tom bo'ladi va 5-inchisi izofa qilingan bo'lsa ism tom bo'ladi deyilyapti. Mana g'ilafu al-kitabi deganimda, masalan, misolda endi birinchi yozganimni aytsam, nima? Kitobning g'ilofi bo'lyapti. Kitobning g'ilofi. Ism уже tom bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Men unga izofa qilib berganimda, izofa zanjiriga qilganimda bog'lanadi-ku desangiz, lekin mana bu muzof ilayhi bunga bog'lanmaydi, balki undan oldingiga bog'lanadi. Bitta ismda izofa qilingandan keyin bo'ldi, ikkinchi marta mana bunga izofa qilinmaydi, balki bu bunga bo'ladi. Mana bunisidan oldingiga bo'ladi, u mana bunga bo'lmaydi. Tushunarlikmi? Demak, mana bu yerda ham sharhida ham mana shu misollarda nima qilib bergan, keltirib bergan. Hozir endi yana bir narsani aytib o'tamiz. Endi buni o'chirib olaylik. Hop, bu yerda ism tam deyapti. Ism tom ism omil bo'lyapti. Hop. Va bu tom ismimiz omil bo'lib, ma'mulini nima qilyapti? Mansub qilyapti. Va buning ma'muli tamyiz bo'ladi. Endi hozir savol aytdim-ku, demak, tom ism, savol aytdim deb. Demak, bu tom ismimiz o'zidan keyingi ismni mansub qilyapti va bu ismimiz nima bo'ladi dedim? Tamyiz bo'ladi deyapman. Demak, har qanday tom ism o'zidan keyingi ismni mansub qiladimi? Ya'ni o'zidan keyingi ismni nasb qiladimi? Shunaqa holatni ko'rganmizmi? Masalan, tolibun bo'lyapti. Yuqorida ham ketdik. Doribun Zaydan dedik. Tamam, bu yerda-ku u boshqa masala. Bittagi ismi foil bo'lgani uchun Zaydan doribun nima edi? Fe'lini, amalini qilganligi uchun Zaydanimiz maf'ulun bihisi bo'ldi doribunga. Xo'p, endi misol tariqasida masalan qolamun desam, misolda, u ham tom ism. Nimaga? Chunki tanvin bilan tom bo'ldi. Xo'p, demak mana shu qolamun desam yoki baytun desam yoki haza desam, mana shunday tom ismlar o'zidan keyingi ismni nasb qiladimi? Har qanday ism shu ismi tom o'zidan keyingi ismni nasb qiladimi desa, qanday javob beramiz? Yo'q. Har qanday ism tomlar o'zidan keyingi ismni nasb qilavermaydi. Bu o'zining qoidasi bor. Ismu tam deyapti. As-sabiu 7-chisi, mana shu qiyosiy omillarimizda as-sabiu 7-chisini keltiryapti. Al-ismu tam, ya'ni tom ismi shunday bir ismki, u ism boshqa bir kitobda al-ismu mubhamut tam deb keltiradi. Ism mubham tom deydi. Ya'ni bu tom ism ki shunday bir ismki, bu bayon qilishga muhtoj bo'lgan, ya'ni bayon qilishga ehtiyoji, ya'ni ehtiyojni sezgan ismlarimiz, ya'ni bayon qilishga muhtoj bo'lgan ismlar, masalan, masofalar, adadlar, o'lchov birliklari, mana shunga o'xshagan ismlar o'zidan keyingi ismni nima qiladi? Nasb qiladi. Ya'ni qisqaroq qilib aytsak, ana o'sha nima ismimiz tamyiz bo'ladi-da. Bilasizlar, tamyiz bobiga keyin kirib ketiladi. Ya'ni tamyiz bo'lishligi uchun nima qilish kerak? Undan oldin o'lchov bo'lish kerak yoki masofa, yoki kilogramm yoki adadni ifodalash kerak. Tushunarlikmi? Xo'p, va mana shu yerda Jurjoni rahimahulloh misol tariqasida nima berdi? Indi raqudun xollan deb berdi. Qarang, har qanday bir ismni bermadi. Raqud degani ko'za degani. Indi raqudun deganda menda nima bor? Ko'za bor. Mana endi misollarni tahlil qilib chiqamiz. Qarang, misollar tahlil qilib chiqamiz. Xo'p, misolda nimada kitobimizda indi raqudun xollan deb berdi. Raqudun tom ism. Ko'za degani. Menda ko'za bor. Menda ko'za bor. Nima bor? Ko'zani bu narsa, ana qarang, mana shu ismimiz ochiqlanishlikka muhtoj. Menda ko'za bor. Endi uni aniqlashtiryapti, hollarni aniqlashtiryapti. Aniqlashtirilayotgan narsa nima bo'lar ekan? Nasb qilar ekan. Demak, mana shu narsa nasb mansub bo'lar ekan. Endi mana shunday shaklda beryapti-da, masalan, chunki biz omildamizda. Hozir bu yerda omilimiz
nima bo'ldi? Qarang, biz tom ismda o'tdik-ku. Tom ism nima bilan? Tanvin bilan tom bo'lyapti mana. Tanvini bilan tom bo'lyapti. Ism mukammal. Mana bu ismni hollarni bir-biriga bog'layolmaymiz. Demak, bu bir-biriga bog'layolmaymiz. Nimaga? Chunki tanvini bor. Tanvini bilan tom bo'ldi ism. Xo'p, endi mana shu narsani ochiqlab kelyapti hollan. Demak, menda bir ko'za nima bor? Ya'ni katta ko'zada nima? Sirka bor. Demak, sirka mana bu yerdagi roqudun kalimamiz ism mubham tam hollanga nima qilyapti? Hollandi nasb qilyapti deb aytar ekanmiz. Demak, roqud bitta omil deb aytar ekanmiz. Demak, qiyosiy omillarda 7-chisi biroz uzunroq, lekin qiyosiy omillarda mana bu 7-chisi ism tam omil bo'lyapti ekan. Demak, tamyizini nima qilyapti ekan? Ochiqlab kelayotgan ismini esa nasb qilyapti ekan. Demak, bu yerda mana shunday. Hop, yuqorida mana bu boshida aytib o'tgandek mana bu tolibun, tolibani, mudarrisunani keltirdimda, lekin hozir bu tolibun, tolibani, mudarrisuna nima deydi? Ism mubhamut tomga aloqasi yo'q aslida. Tushunarlikmi? Men prosta ism tomni tushuntirib berdim-da. Va savol berdim-ku, ya'ni har qanday demak tom ism ochiqlanishga muhtojmi desak, yo'q dedim. Har qanday emas. Ma'lum bir ismlar. Ma'lum bir ismlar. Masalan, o'lchov nomlari, masalan, litr desak, 1 litr desak, 1 litr nima? Ochiqlab keladi. Menda 1 litr sut bor, 1 litr asal bor. Desam, unda keyin nima qilinadi? Ochiqlab keladi. Ana shu litr so'zi ritlun deb tanvin bilan tom bo'ladi, masalan. Lekin ochiqlab kelayotgan narsa laban bo'ladi. Tushunarlikmi? Shuning uchun ba'zi kitoblarda al-ism hamtan deb beradi. Bu yerda ism tam deb aytyapti. Demak, roqut kalimasi tanvin bilan tom bo'lyapti va omil bo'lyapti. Mana bu ismni nima qildi? Nasb qildi. Tamizini nima qilyapti? Ochiqlab kelgan ismini nasb qilyapti. Taqdiran masaqil misqol, misqol bitta gram o'lchovi deydimi? Chunki tamizlar aytib o'tgandek, o'lchov, masofa yoki nimadan ham bo'ladi, jumladan ham bo'ladi. Bular keyinchalik o'tiladi boshqa kitoblarda. Biz hozircha shu bizga yetadi inshaalloh. Tamiz bobida o'tiladi bu narsa. Biz hozir omildamiz. Xo'p, amal qildiruvchida, ta'sir qildiruvchidamiz. Ya'ni o'zidan keyingi ismga ta'sir o'tkazuvchidamiz. Masaqil desam, g'oyri munsarif. Buni tanvini taqdiran bo'ladi-da. Normalda bu ism-ku. Va sarfdan man qiladigan sabablari bor-da. Mafail qolipida. Xo'p, endi misqol deyapmiz. Menda masaqilu zahaban, ya'ni menda nima bor? Misqol nima? Oltin bor. Demak, bu yerda bu omil bo'lyapti, tom ism. Tanvini qancha? Tanvin taqdirida, chunki bu g'oyri munsarif. Va mana bu zahabanga nima qilyapti? Ta'sir ko'rsatyapti va tamizni nima qildi? Nasb qildi. Hop, bu yerda ko'radigan bo'lsak, ism ishoralar normalda tom ismlar. Ular muzof bo'la olmaydi. Hada deyapti. Ma zaradallohu bi hada masala. Alloh taolo bu bilan nimani iroda qildi deyapti. Hop, deyilganda bu yerda mana hada masala deb turib nima qilyapti? Mana bu ochiqlab kelyapti. Demak, hazayimiz bu yerda tom ism, ammo masalan buni ochiqlab keldi. Ochiqlab kelgan ism esa u mansub bo'lyapti. Demak, hazadan keyingi kelgan ismlar doim mansubmi? Yo'q. Qachonki u undan keyingi ism uni ochiqlab kelsa, aniqlashtirib kelsa, keyin u bunday bo'ladi. Alloh taolo bundan iroda qildi, deyapti. Masalan, ya'ni nimani? Misolni iroda qildi. Xo'p. Yoki rubbahu rajulan laqituhu. Rubba. Ya'ni ko'p kishilarda nima qildim? Uchrataman. Ya'ni ko'p kishilarki ularda uchrataman. Bu yerda mana bu hudan nima qilyapti? Rojulanimiz huni ochiqlab kelyapti. Va bu yerdagi huyimiz nima bo'ldi? Ism mubhamut tam bo'ldi. Hop. Indi raqudun, buni tushuntirdim. Hop, ikkilik nuni qarang. Ikkilik nuni, hali aytdim tolibani dedim. Tolibani degani ikki talaba, u tom ism. Endi bitta indi manavani deganimda menda masalan 2 man bor. 2 man deganim o'lchov birligi, ya'ni 2 man bor desam, 2 man nima ekan deysizda? Va mana shu manni ochiqlab kelayotgan ism samanan bo'ladi. Xo'p, manavani samnan deyapman. Qarang, buni manavanini men izofa qila olmayman. O'zi tom bo'lyapti bu. Agar izofa qilsam nunni tushirishimga to'g'ri keladi. To'g'rimi? Ya'ni bu nun bilan bu ism tom. Bu ism tom, omil va aniqlashtirib kelayotgan ismni nima qilyapti? Nasb qilyapti. Xo'p, jam nuni bilan tom bo'ladi deyildi. Bu yerda jam nuni bilan tom bo'ladi deyapti-da, 20 ni keltirib qo'yapti. Nimaga 20 ni keltiryapti? Ba'zi nimalar aytishadiki, buni keltirmagani yaxshi edi. Balki o'sha adatlarni zikr qilganda haligi o'tdik-ku,
Ya'ni bir ismiki o'zidan keyingi ismda nasb qiladigan ismlarni o'tdik-ku. Ana shu yerda adatlar keladi. Shu yerda zikr qilib ketgandilar. Lekin bu yerda ham berib qo'ydilar. Balki mana shu tamyizda ya'ni mana shu 11 dan 99 gacha bo'lgan adatlarimizni ma'dudi, ya'ni tamyizi nima bo'ladi? Mana o'zidan keyingini nima qiladi? Ochiqlab keladi. Mana shuning uchun balki bergandirlar. Ishruna deb. Va bu yerdagi jam nuni deb turib ishrunani beryaptilar. Mana bu kitobda keladi. Mana o'qib beringizlarga. Indi raqudun xallan va manawani samnan va qafizani burran va ishruna dirhaman. Qarang, ishrunani beryapti-da. Jam nuniga qiyoslanyapti. Ya'ni chunki ishruna nima? Jamga mulhaq bo'ladi. Jamga mulhaq. Ya'ni jamdaqa i'roblanadi va buni nuni o'sha jam ashruna deganimizda, mana nuni deb ashruna deganimizda bu jamga o'xshab ashrina bo'ladi. Masalan, muslimun musliminaga o'xshab. Va bu yerda menda 20 bor deganingizda, menda 20 bor. Nima 20 bor? Ochiqlab ketayotgan narsa dirhaman. Va bu yerda ashrunaymiz nima bo'ladi? Omil bo'ladi. Ochiqlab kelayotgan ismda nima qilyapti? Nasb qilyapti. Bu yerda adatlarda o'tilgan, shuning uchun kirishmadim. Faqat jam nuni deb turib buni berib qo'yilyapti-da va sababini tushuntirib qo'ydim. Hop, izofa qilingan bo'lsa tom bo'ladi deyapti. Qarang. Miluhu deganingizda nima? Miluhu to'la deyapman-a. Uning to'lasida, ya'ni uning to'lasi, ya'ni to'la asal bor. Ya'ni to'la asal deganimda miluhu deyapman. O'zi bu ism tom. Chunki izofani ko'rdik-ku. Bitta ism izofa qilinayotganda, bir ismga bog'lanayotganda mana buni bir marta bog'lash mumkin. Ikkinchi marta bog'lanmaydi. Izofa zanjiriya aytsangiz, izofa zanjiriya bunga bog'lamaydi, balki o'zidan oldingi mana bunga bog'lanadi deb aytdim. Endi miluhu deganda to'la deganimda, uning to'lasi deganda asalan deb turib nima qilyapti? Ochiqlab kelyapti. Va bu yerda mana to'la aytsam, miluhu kalimamiz ochiqlanishga muhtoj. Asalan, ya'ni asal to'la deganda nima qilyapti? Izofani, demak, ochiqlab kelyapti. Hozir aytgandek, qayta aytyapman. Mana shu tom, har qanday tom ismimiz o'zidan keyingi ismni nasb qiladigan degani emas, balki ana shu tom ismimizni ba'zan ochiqlashlikka muhtoj bo'lar ekanmiz. Ana shunda aniqlashtiruvchi kerak bo'lsa, bizga tamyiz kerak bo'lganda, mana shu ismlarimiz, tom ismlarimiz omil bo'la olar ekan. Demak, qiyosiy omillarni sizlar bilan bitirdik va bu qiyosiy omillar lafziy omillar hisoblanardi va hozir esa ma'naviy omillarga o'tamiz. Aytib o'tgandek, omillar kitobimiz bo'yicha 100 ta omilimiz bor edi va ular lafziy talaffuz qilinadi, nutqda nasibasi bor edi, nutq talaffuz qilardik bu omillarni va ma'naviy omillarimiz bor edi. Ma'naviy omillar nima edi? Ma'naviy omillarimiz, ya'ni til bilan talaffuz qilinmaydigan, ya'ni nutq qilayotganimizda uni nasibasi yo'q, talaffuz qila olmaymiz bu omilni. Lafziy omillarni talaffuz qilardik. Qarang, hammasi mana bu yerda mana bu omillarimizni nima qildik? Talaffuz qilardik. Mana bu omillarimizni biz talaffuz qildik. Nimada? Ma'naviy omilda esa unday emas. Uni talaffuz qilmaymiz. Faqat zehnda bilamiz. Bunday qaraganimizda esa ma'mulga ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Va bu ma'naviy omillarimizni endi sizlar bilan o'qiymiz. Lafziy omillarimiz 98 ta edi va bu samoiga va qiyosiga bo'linardi. Bugun sizlar bilan mana qiyosiy 7 ta omilni bitirdik inshaalloh. Biroz sabr qilsak, demak ma'naviyni ham bitirib qo'yamiz. Xo'p, ma'naviy omillar demak 2 ta ekan. Adadan deyapti. Al-ma'naviyatu minha, ya'ni 100 tadan ma'naviy omilimiz adadan 2 tadir. Mubtado xabarni rof qiluvchi omilimiz ma'naviy omil hisoblanadi. Demak, mubtado xabarni rof qiluvchi omil, mubtado xabarni rof qiluvchi omilimiz, ya'ni u ma'naviy omil. Ma'nan uni zehnda uni nima qilar ekanmiz? Rof qilib qo'yar ekanmiz. Zaydun qoimun. Mana buni marfu qilishligim, mana buni doma qilishligim, marfu qilishligim nima qilyapman? Uni ta'sir ko'rsatuvchisi qani? Ko'rmayman, talaffuz qilmayman, lekin zehnda bor. U uni nimasi? Zehnda, ya'ni ma'naviy omili bor. Bu ma'naviy omil bilan mubtado marfu bo'ladi. Xo'p, va deyapti, rofi'ul fe'l mudori fe'limizni rof qilishlik ham ma'naviy omil bo'ladi. Yadribu zaydun deganimizda zayd uradi. Mana shu yerda mudori fe'limiz. Uni marfu qilyapmiz. Bu marfu qilsak, nima uchun marfu qilyapmiz? Qani unga ta'sir ko'rsatuvchi narsa qani? Yo'q, bunday qaraganingizda yo'q, lekin zehnda bor. Endi sababini aytyaptilar, sababini pastroqda keltiryaptilar. Bu yerda wal amilu fil fi'l mudori fe'lida omil deyapti. Huwa wuqu'uhu mawqi'al ism. Ya'ni u deyapti, ismda yeriga turishligi uni omil bo'lishligi deyapti. Nima degani bu? Qarang, ya'ni
muzori fe'lini omil bo'lishi uning ism o'rnida kelishidir deyapti. Nima degani? Ya'ni ism o'rnida kelishi degani. Hop, misol tariqasida aytadigan bo'lsam, yerga ochiqlaydigan bo'lsam, masalan, Zaydun desam, Zaydun, Zayd uryapti desam. Uryapti desam, muzori fe'lini beramanmi? Zaydun yadribu desam, misol. Qarang, mana buni yadribu degan fe'limi men xabarni o'rnida qo'lla olishim mumkin. Demak, yadribu degan fe'limi nima? Xabarni o'rnida qo'lla olishim mumkin. Mana shuni aytayapti-da. Ya'ni muzori fe'lini omili deyapti, shuki deyapti, uni deyapti ismni o'rnida turganligi, ya'ni uni ismni o'rnida qo'lla olishim mumkin deyapti. Mana Zaydun mubtado bo'lsa, yadribu xabar, ismni o'rnida qo'lla olishlik uni omili, ya'ni ana shuning uchun u nima qilinadi? Ismni yerda turganligi uchun uni anaqa qila olaman, ya'ni nima edi? Rof qilaman, marfu qilaman deyapti. Yoki bo'lmasa menga urgan Zayd keldi desam, yoki urgan holatda Zayd keldi desam, jaa Zaydun yadribu. Bu yerda endi xabar emas, balki nima bo'ladi? Yadribuyimiz Zayd keldi urgan holatda. Hol bo'ladi. Normalda holimiz ism bo'lish kerak edi va nima bo'lish kerak edi? Hollarimiz mufrat bo'lardi va shibh holimiz bor edi va jumla holimiz bor edi. Yadribu demak muzori fe'limiz hol bo'lib kela olishi mumkin ekan. Demak, ismni o'rnida kelishi mumkin ekan. Doriban degan ismimizni o'rnida kelishi mumkin ekan. Mana shu ismni o'rnida kela olishligi deyapti. Muzori fe'lini omil bo'lishi mana shu narsa deyapti. Bu Jurjoniy rahimahullohning qavli, lekin Farro va boshqa nahv olimlari aytadilarki, va bu sahih va mashhur qavl shuki va o'zingizlar ham bilsalaringiz, agar boshqa kitobda o'qigan bilsalaringiz aytiladiki, jazm qiluvchi va nasb qiluvchi harflardan xoli bo'lganligi uni nima rof bo'lishini, o'sha jazm qiluvchi va nasb qiluvchi harflardan xoli bo'lishligi uchun uni rof bo'lishi ma'naviy omildir deydilar. Ya'ni nasb qiluvchi, masalan, lam harfi yoki nasb qiluvchi lam harfi, jazm qiluvchi lam harfi. Jazm qiluvchi yoki nasb qiluvchi harflardan xoli bo'lishligi uni nimasi? Ma'naviy omili. Mana shu narsadan xoli bo'lsa, keyin muzori fe'li nima bo'ladi? Marfu bo'ladi. Mana shu narsadan xoli bo'lishligi uni ma'naviy omili deb aytishadi va bu sahihroqdir. Tushunarligi? Jazm qiluvchi va nasb qiluvchilardan xoli bo'lishligi uni omili deb aytishlik sahihroqdir. Farro va boshqa nahv ulamolari shu ta'rifda berganlar. Lekin bu narsa Jurjoniyning qavllari. Bu narsani ham bilganimiz o'zimiz uchun yaxshi. Ulamolar o'rtasida mana shunaqa fikrlar bor. Xo'p, endi mubtado xabarni omili. Mubtado xabarni omili ma'naviy omil dedik-ku. Mana shu ma'naviy omil zehndagi nima deyilsa, u ibtido, boshlashlikdir deyaptilar. Va huwa ma'na la yujadu fil xorij deyapti va bu narsa deyapti, ya'ni bu yerdagi va huwa ma'na la yujadu fil xorij degani mubtado xabardagi omil bu boshlashlik, ya'ni huwa ibtidadik-ku, uni fil xorij, ya'ni lafzda deb tarjima qiladigan bo'lsa, lafzda topilmaydigan ma'nodir. Ya'ni bu ibtido, boshlashlikdir. Ya'ni mubtado xabarning omili bu boshlashlik. Mubtado gapni boshi, xabar esa gapni boshlanadigan, boshlangandagi xabar beradigan ism, ya'ni boshlangan ismni xabarini beruvchi ism. Hop. Va mana shu deyapti, nima qilmaydi deyapti? Lafzda topilmaydigan, balki uni boshlanishligi uni ma'naviy omilligi deyapti. Tushunarlikmi? Hop. Muzori fe'limizda nima dedi? Bu ismga tura olishi uni ma'naviy omili dedilar. To'g'rimi? Va Farro va boshqa olimlar esa nima dedi? Nasb qiluvchi va jazm qiluvchilardan xoli bo'lishligi ya'ni kelmayapti va uni rof qilinishligi u nimasi? Ma'naviy omili deyiladi. Endi bu yerda ibtido, boshlanishlik uni nimasi? Ma'naviy omili. Gapni boshida mubtado keladi va keyin xabar keladi. Bunga nima qiladi? Buni haqida xabar beradi. Hop. Va bunga ham Sibawayh va Ibn Malik ustozlar, nahv olimlari bunga ham fikr bildirishadi va bu fikr sahihroq. Buni aytib o'tdik. Ular aytishadiki, mubtadoni boshlanishligi, faqat boshlanishligi mubtadoni rof qiladi deydi. Ya'ni masalan, misol tariqasida aytsam, mana bu narsa berildi-da, harakatni qo'yishingiz kerak. Hop, Zaydun deb harakatni men bemalol qo'yapman. Nimaga? Uni omilini men zikr qilmadim. Zehnimda-da, chunki nima zehnimda? Mana bu jumlani boshlanishi buni ma'naviy omilidir. Tushunarlikmi? Boshlanishlik omil hisoblanyapti.
imom Jurjon rahimahulloh xabarda ham shunday dedi. Boshlanishlik, mana shu mubtado xabar boshlanishlik bu omil. Uni zikr qilmaysan, zehningda bo'ladi deyapti. Lekin Sibawayh ibn Molik rahimahulloh bularga qarshi, ya'ni qarshi demaylik, ya'ni ularning qavli va sahihrog'i, bularga ham to'g'ri. Ularning qavli aytadilarki, mubtadoni boshlanishlik ma'naviy omil, bu boshlanish bo'lgani uchun buni ma'naviyligi uni boshlashlik bo'ladigan bo'lsa, zehnda bilinayotgan bo'lsa, buni boshlashlik uni ma'naviy omili va uni rof qilyapmiz. Lekin deydilar, shu Sibawayh va ibn Molik aytadilarki, bu xabar deydi, xabarni esa nimasi omili deydi, ma'naviy emas deydilar. Mubtadoni omili ma'naviy va bu ibtido deydilar. Ya'ni mubtado boshlanishlik bilan rof qilinadi deydilar va bu ma'naviy omil deyshadi. Lekin xabarni deyshadilar, xabarni omili ma'naviy emas deyshadi. Jurjoniy rahimahulloh ikkalasini ham omilini boshlashlik dedilar, ma'naviy qildilar. Lekin Sibawayh ibn Molik aytadilarki, va bu sahihrog'i, mubtadoni hozir aytyapman, to'g'ri, boshlanishligi mubtadoni ma'naviy omil, lekin xabardiki esa ma'naviy omil emas. Xabar mubtado bilan rof qilinadi. Ya'ni mana bu xabarimiz mubtadoga suyanadi. Bu yerda xabar deydilar. Xabar. Mana bu mubtadoga suyanadi. Demak, mubtado bu yerda omil deydi. Chunki xabar mubtado haqida xabar beradi-da. Bu yerda xabarni omili ma'naviy emas, balki xabarni omili deydilar, lafziy deb aytib ketishadi. Lafziy deydilar. Chunki men zikr qilyapman-da, mubtadoni zikr qilyapman, keyin xabarni aytyapman. Va mubtadoni omili ma'naviy boshlanishlik bilan bo'lyapti-da. Tolibun bo'lsa, men mubtado bu yerda nima qilarkan, xabarga omil bo'la oladi va xabar bu yerda xabarni omili tolibun qilayotgan narsa, uni mana shu rof qilayotgan narsa mubtado deydilar. Boshlashlik emas deydilar. Va bu narsa to'g'riroq va sahihroq qavl hisoblanadi. Mana alhamdulillah, Alloh izni bilan kitobimizni ham bitirib qoldik va hadihi mi'atu amil va bu 100 omildir. Demak, fala yastaghni as-saghir wal-kabir wal-wadi' wal-rafi' an ma'rifatiha va istimaliha. Va bu yerda aytilyaptiki, kichik ham, katta ham, kichik ham, katta ham, vodi' ya'ni past ham, rafi' baland ham uni shu 100 ta omilni bilishlik va uni iste'mol qilishlikka nima qilmaydi, behojat bo'lmaydi. Ya'ni har doim mana shu narsaga ishi tushadi. Inshaalloh Alloh izni bilan darsimiz demak tamomlandi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi robbil alamin. لغتي وفصحى